darsimizni ham yozib olishni boshladi. Orada savollaring bo'lsa, tushunmagan joylaring bo'lsa, meni to'xtatinglar, o'sha joydan so'ranglar. Gapirib olsang keyin so'rayman demanglar. Tushunmadlaringiz to'xtatib savol so'ranglar. Hammaning mikrofonini ochib qo'yapman. Unda boshladik darsni. Kelishik. Ot ya'ni turkchada ism deyiladi. Otning gapdagi vazifasini ko'rsatadigan qo'shimcha. Ya'ni turkchadagi kelishiklar soni ham 6 ta. Xuddi biz o'zbek tilidagi kelishiklarga o'xshaydi. Ya'ni kim nima so'rog'iga javob bo'ladi va hech qanaqa qo'shimchalarsiz ot bilan fe'lni bir-biriga bog'lasa, demak bu bosh kelishik bo'ladi. Va bu bosh kelishik yalim deyilar ekan turk tilida. Imtihonga kirganingizda turk tilidan sizga bosh kelishikni nomi nima deb so'ramaydi. Faqatgina sizga tushuntirib o'tib ketayotganim uchun aytib ketyapman. Yalim ya'ni bosh kelishik. Va buni boshqa nomi yo'q, qo'shimchasi yo'q. Bizda ham bosh kelishigimizni qo'shimchasi yo'q. Masalan, chiroyli kitob deymiz, to'g'rimi? Otga bog'laymiz. Bu yerda hech qanaqa qo'shimchamiz yo'q. Keyingisi kimni nimani ni qo'shimchamiz turk tilida i bo'lar ekan. Ya'ni ikkita otni ni bilan bog'laganimizda turk tilida i bilan bog'layotganmiz. Kimga, nimaga? Bu jo'nalish kelishigimiz, bilasizlar. Turkchadagi ga qo'shimchasi, o'zbekchadagi ga qo'shimchasi turkchaga e deb tarjima qilinar ekan, qo'shilar ekan. Qayerda? Endi da qo'shimchasi de o'laroq qo'shilar ekan. Qayerdan? Dan qo'shimchasi chiqish kelishigi dan bo'lib qo'shiladi. Nimaning, kimning? Turk tilida ne harfi yo'q va in bor. Masalan, ko'pchilik studentlar angladim deyishadi. Turkcha gapirishga harakat qilishda boshlaganda va bu xato. Anladim bo'ladi. Chunki turklarda ne harfi yo'q. Anladim bo'ladi. Angladim bu xato bo'lib qoladi. Endi bularni batafsil ko'rib chiqamiz. Kecha yaqinlashtiraymi ekranni? Yalin qo'shimchasini biz gapirishdik, ya'ni bosh kelishigimiz kitob go'zal. Qaranglar. Kitob go'zal, bu turkchasi. Kitob chiroyli. Bu yerda hech qanaqa qo'shimcha yo'q. Keyingisida doktor keldi, shifokor keldi. Bu yerda ham qo'shimchamiz yo'q. Endi belirtma hol eki, ya'ni ni qo'shimchasini qanday qo'shamiz? Turk tilida bilasizlar, tovushlarga boy til. Masalan, biz ni deb ketamiz, bo'ldi. Lekin turklarda tovushlarga qarab, so'zlarga qarab shu qo'shimchalardan foydalanamiz. I, u, uylardan foydalanamiz. Masalan, aniq obyekt ma'lum bo'lsa, ma'lum narsa bo'lsa ishlatiladi. Masalan, kitobi o'qidim, kitobi i qo'lladik. Nimaga bu yerda a bor? A bizda qalin unli harfimiz. Qalin unli harf bo'lgandan keyin siz qo'shimchani ham qalin unli harfdan foydalanasiz. Kitobi o'qidim, kitobni o'qidim. Bu yerdagi i qoraga olamiz. Bu yerdagi ni anglatyapti. Kitobi o'qidim, kitobni o'qidim. Hastayı gördüm, bemorni ko'rdim. Bu yerdagi ni, bu yerdagi i'ni anglatyapti. Hastani ko'rdim. Efendim? Qotib kelayotgandi. Ovozim qotib boryaptimi? Ha, o'zim kelyapti, qotib. Qolganlargachi? Bizda yaxshi ustoz. Yaxshimi qolganlarda? Yana boshqalarda qanaqa? Yaxshi bizda. Aha, Abdulqayim sizda qanaqa? Var, nasılsınız? İyiyim, sağ ol. İyi değil mi? Anlıyorsun değil mi Abdülkayyum? Evet. Evet, güzel. Çok güzel. Sizda menimcha qotib qolyapti degan o'quvchimizda internet yaxshi emas shekilli, bitta boshqatdan kirib chiqib olasiz. Kitobni bu yerda kitobi o'qidim, kitobni o'qidim, bemorni ko'rdim, hastayı gördüm. Bular ekan, ya'ni ni qo'shimchasi so'zlarga qarab, tovushlarga qarab shu qo'shimchalardan foydalangan holda
qo'yilar ekan. Jon Temirov bor ekan bu yerda. Ha, tamam. Teşekkür ederim. Yana kim? Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Mikrofoningiz yoniq ekanda, darsga xalaqit beryapti yoki savolingiz bormidi? Siz bitta savolim bor edi, agar Aha. mumkin bo'lsa. Mhm. Qarang, siz turk bo'lsalariga ham hujjat topshiryapsiz. Uni darsdan keyin gaplashsak bo'ladimi? Ha, bo'ldi, tushundim. Aha, hozir jonli darsimizda turk tilini o'rganyapmiz hozir. Uni darsdan keyin gaplashamiz, xo'p? Xo'p, Aha, xo'p, rahmat. rahmat. Qolgan yangi o'quvchilar bor, ularni ham hammasini mikrofoniga qo'yay. Balki savollari, tushunmagan joylari bo'lsa, so'rashadi. Biz ne qo'shimchasi qanaqa qo'shilishini o'rgandik. Shu qo'shimchalar bilan qo'shilar ekan. Endi eslatma, bir kitob noma'lum narsa bo'lsa, ko'pincha i bo'lmaydi. Masalan, bir kitob o'qidim, bir kitob o'qidim. Xuddi bu misol bizni turk tilimiz bilan bir xil. Turk tili bilan o'zbek tili grammatikasi %95%, hatto 96% bir-biriga juda ham o'xshash. Ba'zi istisnolar bor xolos. Masalan, turk tilida xuddi biz o'zbek tiliga o'xshab bitta gapni so'zma-so'z tarjima qilib ketaverasiz. Yoki ingliz tilida birinchi boshdan o'qib turib orqadan tarjima qilamiz-ku, unaqa emas turk tili. Siz o'sha so'zma-so'z tarjima qilaverasiz bitta gapni. Masalan, bir kitob o'qidim. O'zbekchasi bitta kitob o'qidim. Shu birni tarjima qilasiz, kitobni, keyin o'qidimni tarjima qilasiz. Uzun gaplar keladi. Keyinchalik murakkablashganda darslarimiz. Siz nima deyapti bu deb o'tirmaysizda, boshdan bismillah deb tarjima qilib ketaverasiz ekan. Keyingi kelishigimiz yo'nalma holi. Ya'ni yo'nalma holi degani bu bizdagi jo'nalish kelishigimiz. Ga qo'shimchasi a yoki e shaklida qo'shilar ekan. Kima, neya, nereye? Kimga, qayerga, nega? Kimga, nega, qayerga? So'rovlariga javob bo'ladi. Masalan, okula gidiyorum. Maktabga ketyapman. Shu yerdagi ga qo'shimchamiz shu yerdagi a qo'shimchamiz bilan bir xil. Demak, turkchada g harfi ham tushib qolar ekan. Ningda ham g harfimiz tushib qolganida, endi jo'nalish kelishigimizdagi ga'dagi g ham tushib qolar ekan. Okula gidiyorum, maktabga ketyapman. Doktora so'rdim, shifokorga so'radim. Ya'ni qayni doktora so'rdim. Bizda qanaqa bo'ladi bu? Doktordan so'radim bo'ladi, to'g'rimi? Lekin turkchada doktora so'rdim bo'lar ekan. Shuni sizlarga hozircha oldin aytdim, 95-96% bir-biriga o'xshaydi. Istisnolari bor dedim-ku, shu işte istisnolardan bittasi. Ga. Bizda doktordan so'radim bo'ladi, lekin turklarda doktora so'rdim bo'lar ekan. Keyingisi bulunma holi. Ya'ni o'rinpayt holi. Da, de, ta, te qo'shimchalari. Ya'ni bizda faqat da bor. Lekin turkchada tovushlarga qarab, so'zdagi tovushlarga qarab shu qo'shimchalardan foydalanamiz ekan. Faqatgina bitta so'roqqa javob bo'ladi. Qayerda? Nerede? Ben evdeyim. Uydaman. Shu yerdagi da qo'shimchamiz bizda o'rinpayt holda yasayapti. Bu yerdagi de qo'shimchamiz. Nimaga burada de qo'yildi? Evdagi e'miz yumshoq unli va bizda qo'shimcha ham yumshoq ketadi. Hastanede çalışıyorum. Shifoxonada ishlayman. Shu yerdagi da qo'shimchamiz va shu yerdagi de qo'shimchamiz. Yana nimaga de bo'ldi? Eng oxiridagi unlimiz qaysi bilan tugagan? Yumshoq unli bilan tugagan. Biz ham yumshoq unli ishlatamiz. Keyingisi ayrılma holi 2. Bu bizdagi chiqish kelishigi. Dan. Bizda faqat dan bor. Turkchada ham bor, lekin tovushlarga ko'ra, so'zdagi tovushlarga ko'ra qo'shimchalari ham o'zgarar ekan. Dan, den, tan, ten kabi o'zgaradi. Masalan, evdan chiqdim, uydan chiqdim. Shu yerdagi dan qo'shimchamiz bu yerda den bo'lib qo'shilgan. Evdagi e'miz o'zi yumshoq unli bo'lganligi uchun biz den, shu yerdagi denni qo'yamiz. Evdan chiqdim bo'lmaydi. Evdan chiqdim bo'ladi. Chunki turklar shunaqa gapiradi.
turklarni gapirishi kinolardan, ko'p ko'rgan bo'lsangiz kerak seriallardan, bizni o'zbek tilimizga qaraganda jicha nozikroqdir. Nozik bo'lib gapirasiz jicha. Masalan, o'zbek tili ularga jicha qo'pol tilga o'xshab keladi. Masalan, bizda ham qozoqcha, qirg'izcha biz uchun jicha qo'polroq til bo'lib keladi, to'g'rimi? Jo'q deyishadi, boshqa deyishadi. U tillarni yomonlamoqchi emasman, hammani o'zini tili o'ziga chiroyli. Masalan, o'zbek tili men uchun ham chiroyli, lekin turklar uchun bizning tilimiz jicha qo'polroq. Chunki ularda tovush ko'p. Biz uydan deymiz, ular evdan deyishadi. O'sha jicha ozgina nozikroq gapirishadi. Masalan, o'quldan chiqdim. O'quldan chiqdim. Endi qarang, dan. Bu yerdagi dan bizdagi ham dan bo'ldi. O'quldan chiqdim. Maktabdan chiqdim. Keyin esa ilgili holi. Ilgili holi ning qo'shimchasi. Kim biladi bu o'zbek tilidagi qaysi qo'shimcha? Qaysi kelishik? Bormi o'zbek tili grammatikasi biladiganlar oramizda? Ning kelishigi qaysi kelishik? Chiqishmasmi? Qaratqich kelishigimi? Qaratqich kelishigi. Qaratqich kelishigi. Qaratqich kelishigimiz in, 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 unla qo'shilar ekan. Ya'ni kimin, ning, kimning, nimaning so'rog'iga javob bo'lar ekan. Bizda ne qo'yamiz, oxiriga ge qo'yamiz va ne degan harfimiz bor. Turkchada ne harfi, eslasalaring alifbo darsida o'tganmiz, ne harfi yo'q. Endi doktorun chantasi, shifokorning sumkasi. Bu yerda un. Doktorun. Bu yerdagi doktor degan so'zga unni ishlatamiz ekan. Masalan, men turkchani yangi o'rganishni boshlaganimda shu qo'shimchalarga rosa qiynalganman-da. Chunki tovushlarni qanaqa qilib ishlatishimizni bilmaganman. Chunki men hali turk tiliga kirmaganman, turk tilidagi ko'p so'zlarni bilmaganman. Lekin buni qanday o'rganib olasiz? 3 oyda faqatgina turkcha bilan shug'ullansangiz. Masalan, har kuni 2 soat turkcha bilan shug'ullansangiz, mukammal o'rganib olasiz. Kelishiklarni, tovushlarga qarab turib so'zlarga qo'shishni 3 oyda mukammal o'rganishingiz mumkin. Chunki so'zlar ko'p, qo'shimchalar undan ham ko'p va o'shunga moslab ketish uchun siz 3 oy har kuni turk tili bilan kamida 1-2 soat shug'ullanishingiz kerak bo'ladi. Keyin o'ranjining kitobi, o'ranjining kitobi. Bu yerdagi in, bu yerdagi ningga teng. Bir xil tarjimasi. Endi inni nimaga qo'llandik? O'ranjining, bu yerda yumshoq unlilarimizdan tashkil topgan so'zimiz. Bu yerda esa ning qo'shimchamiz bilan ning deyarli bir xil, faqatgina oxiridagi g'si yo'q. Bu yerdagisi qalin unlilardan tashkil topgan so'z, bu ingichka unlilardan tashkil topgan so'z. Ustoz, ikkita shunaqa kelib qolsa, har doim in ortadimi? Qanday? Hozir oranjida in ortyapti-yu. Aha. Qo'shilganda. Anladim. O'ranjining deganimizda i bilan tugayapti-yu, unli bilan tugayapti, to'g'rimi? Va biz unga ham bitta unli qo'shyapmiz. Ikkita unli bir yon-yon kelganda bitta n qo'yiladi. Zo'r savol berdingiz. Tushundingiz hozir? Ha, tushundim. Evet. Ikkita unli yonma-yon kelsa, unaqa tovush yo'q. Masalan, o'ranjing bo'lmaydi, o'ranjining bo'ladi ekan. Çok güzel. Teşekkür ederim soru için. Rahmat. Keyingisi. Mesela en muhim qoidalarimizni yana bir marta qaytarib olamiz. Turkchada qo'shimcha unlarga moslashish qanaqa bo'ladi? Bizda a, u, o, ularimiz qanaqa unlilar edi? Kim aytadi? Qalin unlilar. Qalin. Qalin. A, u, o, u. Qanday qilib farqlab olishingiz mumkin? Qalin unli, unli. Umuman qalin unlida umuman nuqta bo'lmaydi. Ingichka unlilarda nuqtalar bo'ladi. E, u, i, ö, u. Hammasida nuqta bor, faqat e da nuqta bo'lmaydi o'zi, a da ham nuqta bo'lmaydi.
A demak qalin harflarga kiradi, ingichka harflarga kiradi. Va qo'shimchalari ham qaranglar. Hammasida ham o'zidan chiqqan so'zlar, harflardan qo'shimchalar yasaysiz. Yumshoq unlida ham o'zidan chiqqan qo'shimchalardan, o'zidan hosil bo'lgan harflardan foydalanib qo'shimchalarni qo'yasiz. I, A, Da, dan, in yoki I, E, D, dan, in. Ya'ni so'zlarimizda shu unlilardan birortasi bo'lsa, siz qo'shimchalarda ham ingichka unlilarni olishga harakat qilasiz. So'zni ichida qalin unlilar bo'lsa, siz qo'shimchalarda qalin unlilarni olasiz. Masalan, araba, araba, hammasi qalin, a demak qalin. Biz nima qilamiz ekan? Arabayi, ya'ni mashinani degani bu. Biz i qo'shdik, ni qo'shdik ya'ni. Va ikkita unli yonma-yon kelganligi uchun ye ham qo'shiladi. Talaffuzda shunaqa chunki. Araba u bo'lmaydi-da, arabaye bo'ladi. Keyin arabaya. Endi nima bo'ldi? Kim aytadi? Arabaya nima degani? Mashinaga. Mashinaga, to'g'ri. Yana ye qo'shildi. A qo'shimchamiz bizniki ga degani edi. Arabada. Endi da qo'shildi. Mashinada. Da qo'shimchasi qo'shildi. Shu yerdagi da. Arabadan. Mashinadan. Evet. Arabanın. Mashinaning. Evet. Bu yerdagi ne harfimiz A bilan ne barobar kelganligi uchun, ikkita unli barobar kelganligi uchun ne harfi qo'shildi. Xuddi shu yega o'xshab, shu yerdagi yelarga o'xshab. Talaffuzda bormi? Demak yozamiz. Turk tilida qanday talaffuz qilinsa, so'zlar shu darajada yoziladi. Masalan, biz kitob deymiz, B deb talaffuz qilamiz. B deb yozamiz, to'g'rimi? Ba'zida mesela kitob deganingizda o'zi aslida P chiqayotganga o'xshaydi. Turklar uni P yozadi, kitob P yozadi. Keyingisi masalan shehir, shehri, shaharni i qo'yildi. Chunki shehri degandagi e bor. Bu yerda yumshoq unli bor, shehri. Shehra, ya'ni shehra, emasda shehra, shaharga, shehirda, shehirdan, shehrin. Endi T'da qoidasi bor. T'da qoidasi. Masalan, men shuni boshda turk tilini o'rganayotganimda ishoning yodlamaganman, yodlanmaganman. Men javoqa aqlli qiz bo'lmaganman bir paytlar. Juda ham qiynalganman turk tilini o'rganganda, to'g'risi. Turkiyada o'rganganman, balki O'zbekistonda bo'lganimda bunchalik o'rganolmas edim. Shu qo'shimchalarni bilmasdim, lekin hozir bilaman. Bularsiz ham bilaman, chunki o'qib yillaringizni berganingizdan keyin o'rganib olasiz ekan. Va siz bu qo'shimchalarni ko'rganingizda, bu harflarni ko'rganingizda, so'zni oxiri shu harflar bilan tugasa, siz t'lik qo'shimcha qo'llanasiz. Shuni yodlab oling. F, S, T, K, Ch, Sh, H, P. Bular so'zni oxirida kelganda qo'shimchasi T bo'ladi. T bilan boshlanar ekan. Masalan, qattiq undosh bilan tugasa, shu so'z, bitta so'zingiz qattiq undosh bilan tugasa, masalan, kitob P bor, bu yerda P bor. Kitobdan, kitobdan degani. Kitobdan bo'lib o'zbekchaga o'xshab yozilmas ekan, kitobdan bo'lar ekan. Ağaç, daraxt degani, ağaçda, daraxtda degani. Demak, Ch bor, bu yerda ham Ch bor. Demak, bunda T bilan qo'shimcha qo'yiladi. Ağaçda, ağaçdan. Endi 10 daqiqalik mini dars. 6 kelishlik ro'yxatimizni ko'rib chiqdik yuqorida. Tezkor savollar bilan endi darsimizni yanada sizlar qanchalik tushundilaring, shularni ko'rib chiqamiz. Hammaning mikrofoni ochiq. Yangi kelganlarni ham ochib qo'ying, chunki testimiz bor 20 ta. 20 ta test ishlaymiz. Yangi kelganlarni ham ochib qo'yaman. Hamma qatnashsin, 20 ta test ishlaymiz. Mesela bu yerde ko'rdik. Ben okula gidiyorum. A qo'yildi. Ben görüyorum. Ben doktoru görüyorum. Doktorunu ko'ryapman. Ben çalışıyorum. Hastanede. Ben hastanede çalışıyorum. Ben işten geldim. Ben bu öğrencinin kitabı, ning qo'shimchasi qo'yildi. Mana endi testimiz bor. Test ishlashni boshladik. Men test savolini o'qiyman. Sizlar javobini aytasizlar, tamam? Hadi bakalım başlayalım.
Ben her gün okul gidiyorum. Qaysi bo'ladi? Okula. Evet, okula gidiyorum. Çok güzel. Dün doktor gördüm. Doktoru. Doktoru gördüm. Çok güzel. Kitap masanın üstünde. Qaysi bo'ladi bu yerda? Qaysi bo'ladi? Kim aytadi? Masanın üstünde. Kitabı masanın üstünde. Çok güzel. Endi bu qo'shimchasi qo'yganimizda shu yerda bir narsani ham tushuntirib ketaman. P B'ga o'zgarib ketadi. Kitobi bo'lib o'zgarib ketadi. Shuni eslaringdan chiqarmanglar. Kimdirgadir joni fida qo'shig'i kelyapti. Eskichkina ko'ryapti kimdir. Keyingisi biz çıktık ev. Evden çıktık. Çok güzel. Bu öğrenci çantası. Bu öğrencinin. Evet, öğrencinin. Evet. Çok güzel. Annem beni bekliyor. Beni. Benden bekliyor. Evet. Annem benden bekliyor. Yani annem beni bekliyor. Niye ne yaptı beni? Bu yan bo'ladi. Annem benden bekliyor. Bu yan bo'ladi. To'g'rimi? Onam mendan kutyapti. Onam meni kutyapti. Yani ikkala gap ham to'g'ri gap. Gapiga qarab olarkanda. Aha, shunaqa. Ya'ni tekstdagi gapga qarab ham olsangiz bo'ladi, lekin ikkalasi ham shunaqa gapimiz tuziladi deb aytib o'tib ketdim. Aha, ben telefon arıyorum. Telefonu arıyorum, evet. Yarın İstanbul gideceğiz. İstanbul'a. Evet, İstanbul'a gideceğiz. Sınıf çok sıcak. Sınıf sıcak. Evet, sınıfın çok sıcak. Evet. Evet. Biz iş geldik. İşten. İşten geldik, evet. Mesela biz işe geldik de olur. Biz işe geldik. Yan bo'ladi. Biz işten geldik de olur. Öğretmen bir soru sordu. Öğretmen öğrenci bir soru sordu. Öğrenciler bir soru sordu. Ben bir kitap okudum. Rabe okudu. Evet, kitabı. Biraz önce yazı vermiştim değil mi size? Öyle yazıldı. Ben soğuk su içiyorum. Suyu içiyorum. Evet. Arkadaşım telefon konuşuyor. Telefonu konuşuyor. Telefonda gaplashyapti. Evet. Ne? Arkadaşım telefonda konuşuyor. Biz park oturuyoruz. Parkda. Parkta oturuyoruz. Parkda. Ha, oturuyoruz. T bo'ladi. K var çünkü. O ben mektup yazdı. Bana. Evet, o bana mektup yazdı. Çocuk ev koşuyor. Çocuk evde koşuyor. Evet. Hı-hı. Ben metro çıkıyorum. Evet, ben metroya çıkıyorum. Bu bina kapısı çok eski. Bu binanın. Evet, kapısı çok eski. Kediyi oda çıkardım. Odadan çıkardım. Oda. Evet, kediyi odadan çıkardım. Çok güzel. Demek çoğumuz anladık. Başka savaller var mı? Ders haqida. Teşekkür ederiz. Çok iyi anlatıyorsunuz. Rica ederim. Nima dediniz? Men telefonda gaplashyapman degan test bor ekan, ketib boradi. Hı. O'tib ketdimi undan? Boshqatdan ko'rib bering. Tamam.
Arkadaşım buni Emas, tepada. Nima tepada? arıyorum mu? Ha, o'sha. Telefonu dedik değil mi? Telefon, nimaga telefoni bo'ldi? Telefonda bo'lmaydimi? Yo'q, telefon men arıyorum bo'lsa qidirmoq bu. Men telefon Men u telefonni gaplashishni arıyorum, telefonda arıyorum. Ben telefonda arıyorum. Yo'q, ben telefonu arıyorum. Men telefonni qidiryapman. Yoki ben telefondan arıyorum bo'lsa, telefon yo'q, arıyorum qidirmoq bu yerda. Tamam? Boshqa turli bas kelmayapti. Masalan, telefon qilyapman bo'lsa, men telefondan telefon qilyapman bo'lmaydi, arıyorumda, tamam? Qidirmoq ma'nosi ham bor, arıyorum. Boshqa savoli bo'lganlar bormi? Yaxshimisiz? Men yangi qo'shildim-da. Bu darslarning har safar bo'ladimi? Aha, darsimiz har yakshanba kuni soat 9 da bo'ladi.